Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida bir nechta massivlar bilan, biz shu kungacha bitta massiv bilan A massiv deb ochib o'sha bilan ishlab kelgan bo'lsak, bugungi darsimizda birdan ortiq, ya'ni bir nechta massivlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz masalalar deb nomlangan paketchimizning ichiga bitta Kotlin faylni ochamiz hamda massivlar deb nomlaymiz uni. Asosiy funksiyani yozamiz va biz klaviaturadan A massiv elementlarini kiritamiz. Birdan 10 gacha bo'lgan sonlarni kiritib chiqamiz. Hamda biz B degan bitta massiv ochamiz. Uni elementlarni esa a.size, ya'ni a ni o'lchamida ochsin deymiz. Xuddi shunaqa tartibda C degan massivni ham ochamiz. Uni ham elementlarini a.size o'lchamida ochsin deymiz. Hamda cout deymiz. Massiv elementlarini chiqaramiz buni. For single operatordan foydalangan holatda a.indices cout yeni massiv elementlarni bitta joy tashlab chiqarib bersin deymiz. Endi biz nima qilamiz? Mana kiritilgan dasturni bitta ishga tushirib olamiz. Kiritilgan massiv elementlarni ichidan juftlarini B massivga, toqlarni C massivga o'zlashtirib, ularni ham ekranga chiqaramiz hozir. Mana massiv elementlari birdan 10 gacha bo'lgan sonlar. Endi biz bitta o'zgaruvchi olamiz, juft deb. Uning boshlang'ich qiymatini 0 deymiz. Yana bitta o'zgaruvchi olamiz, toq deb. Uning boshlang'ich qiymatini ham 0 deymiz. Endi bizga for single operatori orqali massiv elementlarini aylantiramiz, ya'ni boshlang'ichgacha chiqarib olamiz. Shart beramiz. Agar massiv elementni 2 ga bo'lgan va qoldiq 0 bo'ladigan bo'lsa, uni B massivdagi juft degan o'zgaruvchiga o'zlashtirib boraverganda plus qo'yamiz, ya'ni uni qiymatini oshirib boravergan deymiz. Xuddi shunaqa tartibda qilib yana bitta if ochamiz hamda if emas, o'sha else qilsak bo'ladi. Aks holda, ya'ni juftlarini o'zini B massivga o'zlashtirayotgan bo'lsa, aks holda, ya'ni o'z-o'zidan bu toq sonlar hisoblanadi. Ularni C massivga o'zlashtirgan deymiz. Va biz buni for single operatordan chiqib ketamiz hamda cout B massiv elementlari for single operatori orqali aylantiramiz. Buni indimizda 0 dan boshlab turib B juft bo'lgan songacha, ya'ni o'sha sonimiz necha bo'lsa uni qiymati oshib boraverdi. Har o'zlashtirganida inkrement orqali o'shani hisobiga u necha bo'lganini biz oldindan bilmaymiz, chunki klaviaturadan keyinchalik son kiritganimizda u nechta kiritishimizni oldindan dastur bilmaydi. O'shaning uchun uni qiymatini oshirib boraveradi har safar va o'sha oralig'ida bo'ladi. 0 dan necha bo'lsa, oxirgi juft elementimizni soni necha bo'lsa, tartib raqami necha bo'lsa, o'shangacha for single operatorni aylantirib bizga juft o'rindagi massiv elementlarni B
b ga o'zlashtirgan holatda chiqazib beradi. Xuddi shunaqa qilib biza print C massiv elementlari deb yozamiz hamda for cycle operatori orqali 0 dan boshlab turib anti toq, ya'ni bu ham xuddi shunaqa bo'lib toq elementni tartib raqamigacha bizga kerakli ma'lumotlarni olib beradi. C massiv elementlarini bittadan joy tashlab bizga chiqazib beradi. Bitta joy tashlab qo'yamiz va dasturni ishga tushiramiz. Massiv elementlarimiz 1 dan 10 gacha ko'rinishda, uni B massiv elementlarga uni juft indekslarni o'zlashtirdi va ularni ekranga chiqazdi. Ular 2, 4, 6, 8, 10. Toq indeksdagi elementlar esa 1, 3, 5, 7, 9. Ularni C massivga o'zlashtirib ekranga chiqazdi. Xuddi shuni endi biza klaviaturada ma'lumot kiritgan holatda ko'ramiz. Buni boshidan oxirigacha kommentariyaga olib turamiz. Va biza klaviaturada ma'lumot kiritgan holatda xuddi shu dasturni ishlaymiz. Asosiy funksiyani yozamiz. Bizga klaviaturadan kiritishimiz uchun, ketma-ket tartibda kiritishimiz uchun har doim scanner funksiyasini yozib olamiz, chaqirib olamiz. system.int val a degan massivimizni olamiz. n degan bitta o'zgaruvchi olamiz bizga har doim. Massiv elementlari sonini kiritingiz hamda val scanner.int. Xuddi shu ko'rinishda b massivini ham olamiz. Uni ham uzunligini endi olamiz hamda xuddi shu ko'rinishda C massivini ham olamiz. Endi enter massiv elementini kiriting deb yozamiz hamda for cycle operatori orqali klaviaturadan biza enter cycle operatori enter massiv elementini kiritamiz hamda siz kiritgan enter massiv element deb yozamiz va ularni ekranga chiqaramiz. For cycle operatorini chaqirib 0 dan boshlab turib massiv elementini oxirigacha cout massiv elementlarini chiqazamiz. Endi qiladigan ishimiz biza bitta var degan juft degan o'zgaruvchi olamiz uni qiymatini nolga hamda toq degan o'zgaruvchini olib uni ham qiymatini nolga tenglaymiz va yana for cycle ochamiz.
noldan boshlab turib until endgacha shart beramiz. Agar massiv elementimiz ikkiga qoldiqli bo'lganda u nolga teng bo'lsa, b degan massivimizga juft degan o'zgaruvchiga olib massiv elementini o'zlashtirgan deymiz. Xuddi shu ko'rinishda else deymiz. Chunki o'z-o'zidan musbat bo'lmasa, o'z-o'zidan juft bo'lmasa toq bo'ladi. Else deymiz. C massivimizga esa toq degan o'zgaruvchiga massiv elementlarni o'zlashtirib ketgan deymiz. Va xuddi shunday tartibda davom etgan holatda b massiv elementlari deb b massiv elementlarini chiqazamiz. Obstacle operatorini noldan boshlab turib juft sonigacha aylantiramiz va cout qilamiz. b massiv elementlarini print deb yozamiz hamda c massiv elementlarini ham chiqazamiz. For e in null until top bo'lgan top necha son bo'lsa o'sha songacha bizga chiqazib bergan deymiz. Hamda c massiv elementlarini deymiz. Ularni chiroyli ko'rinishda chiqazamiz va dasturni ishga tushiramiz. Klaviaturadan massiv elementlarni kiritamiz. 10 ta massiv elementini kiritamiz klaviaturadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siz kiritgan massiv elementlari 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar, b massiv elementlarida ularning juftlari, c massiv elementlarida esa ularning toq elementlarini o'ziga o'zlashtirib chiqazgan. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.